Imom Buxoriy haqida 10 ta fakt. Imom Buxoriy 810-yilda Buxoroda tug'ilib, 870-yilda Samarqandda vafot etgan. Uning Sahihul Buxoriy asari islom olamida Qur'oni Karimdan keyingi ikkinchi eng muqaddas kitob hisoblanadi. Imom Buxoriy 16 yoshida Buxorodagi barcha olimlarning asarlarini yod olgan. Alloma 600 mingdan ortiq hadislarni yod bilgan. Imom Buxoriy o'zi yod bilgan hadis rivoyat qiluvchilarning 80 mingtasining to'liq tarixini xotirasida saqlagan. Imom Buxoriyning darsini 90 ming talaba tinglagan. Alloma ilmiy maqsadda bosib o'tgan bir martalik yo'li 13.900 kilometrni tashkil qiladi. Imom Buxoriy 24 ta asar yozgan. Hadis ilmlari bo'yicha Alloh taoloning yerdagi mo'jizasi deb tan olingan. Biz o'zbek xalqi Imom Buxoriyning avlodlari hisoblanamiz.